Tushda bo'ri ko'rishning ta'birlari. Tushda bo'ri ko'rish jamiyat oldidagi qarzdorlik mavjudligi, oilaga g'amxo'rlik qilish kerakligini bildiradi. Bu shuningdek, ushbu tushni ko'rgan odam ko'proq g'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj ekanligini anglatishi mumkin. Boshqa ma'nolari qo'rquv, ayniqsa burchakka qisib olinishdan, ayollar uchun o'zini noo'rin ko'z-ko'z qilish harakatidir. Tushda bo'rini ko'rsa nima bo'ladi? Mayya ta'biricha yaxshi belgisi. Agar bo'rining og'zi qon bo'lsa, unda yaqinda sizda ishonchli va tayansa bo'ladigan do'st paydo bo'ladi. Yomon belgisi, agar tushda bo'ri uvullab yotgan bo'lsa, dushmanlaringiz tez orada harakatga kirishadi va do'stlaringizning hech biri sizni himoya qila olmaydi. Tushda bo'ri ko'rish Grishna bo'yicha bo'rilarning uvillashini eshitish muhtojlik va yolg'izlikdir. Bo'ri to'dasini ko'rish dushman bilan to'qnash kelishidir. Bo'ri galasi ichida bo'lish tahdiddir. Bo'rilar to'dasining shaxtdan qochib ketayotganligini ko'rish dushmanlardan zarar ko'rishdir. Tushda bo'riga ov qilish fitnaning fosh etilishidir. Bo'ri o'ldirish dushman ustidan g'alaba qozonish demakdir. Bo'ri go'shtini yeyish vaziyat sizning foydangizga rivojlanishidir. Tushda bo'rini qo'lga olish yoki uni egallash masxara bo'lish, kulgu holatiga tushishidir. Bo'ri odamning ochko'zligi ramzi bo'lishi ham mumkin. Bo'ri shubhasiz dushman. Agar sizning tushingizda bo'rini o'ldirgan bo'lsangiz, o'ngingizda dushmanlaringizni yengib chiqasiz. Millerning ta'biri bo'yicha, agar siz tushda bo'ri ko'rgan bo'lsangiz, sizning xodimlaringiz orasida behisob va mas'uliyatsiz odam bor. Ular kompaniya obro'siga putur yetkazishi mumkin. Tushda bo'ri o'ldirish o'ngda ayyor dushmanlarni yengishdir. Bo'ri uvillashni eshitish kimningdir fitnasini fosh etib, kuchli raqobat sharoitida g'alaba qozonish demakdir. O'zidan o'zi bo'ri kuch, erkinlik va mustaqillikni anglatadi. Qadimgi fransuz tushlar kitobiga ko'ra, agar siz tushda bo'ri ko'rsangiz, bu tush sizni yaqin orada shafqatsiz va xoin inson bilan shartnoma tuzishingiz mumkinligidan ogohlantiradi. Agar tushda bo'ri sizni tishlasa, bu kasallik va zarar ko'rishni anglatadi. Tushda bo'ri ustidan g'alaba qozonish katta muvaffaqiyat, boylik belgisidir. Chujougun bo'yicha qo'rqinchli bo'ri qimir etmay tursa, rasmiy shaxs bilan baxtli uchrashuvni bildiradi. Shoqollar, bo'rilar va yovvoyi itlar o'g'ri va qaroqchilar ramzidir. Bo'ri oyoqdagi go'shtni g'ajiyotgan bo'lsa, vaziyatning noqulay kelishi haqida gapiradi. Bo'ri quvlasa, janjallar, jarohat olish xavfi mavjudligi belgisidir. Kimki tushida bo'ri ko'rsa, bu uning atrofidagilari unga hasad qilishayotganini anglatishi mumkin. Tushda bo'ri uyga kirsa, hukumat bilan ziddiyatga kelish ehtimoli haqida ogohlantiruvchi belgidir. Agar bo'ri bundan tashqari uyga zarar yetkazsa, unda bu tush ta'qiblar bilan tahdid soladi. Bo'ri uyga zarar yetkazmagan bo'lsa, yuqori lavozimli odamning tashrifi uchun tayyor bo'ling. Tushda bo'rining kallasini ko'rish shon-sharaf, bo'ri sutini ichish xavf-xatarga duch kelishi mumkinligidan ogohlantiradi. Lov tush ta'biri bo'yicha tushlarda bo'ri odatda yolg'izlik yoki yirtqich xulqning ramzi hisoblanadi. Agar tushda bo'rini ko'rgan bo'lsangiz, ehtimol buning ma'nosi sizga do'stona munosabatlar yetishmayotganligidandir. Yana bir ssenariy shaxsiy manfaatlar yo'lida boshqalar sizdan doim bir narsa talab qilaverishdek tuyuladi yoki siz boshqalardan talab qilasiz. Barchasiga teran fikrlab, aniqlik kiritish va sodiq do'stlar bilan aloqalarni mustahkamlash kerak. Agar atrofingizdagilar sizda zarracha shubha uyg'otsa, bu tush ularga ishonishda ehtiyotkor bo'lish kerakligi haqida ham gapiradi.